Xo'sh, Gentra mashinasini olib qolganmiz. Bunda berayotgan ishlarimiz oldi, orqa 4 ta amortizator taqib beramiz, и ходовой rezinkalarni alishib beramiz. Amortizatori Crosslam original GM Demont amortizator taqib beramiz. O'zining amortizatorlari yangi taqqan ekanlar, yurishlari yoqmayotgan ekan, shuning uchun original GM amortizator qo'yib beramiz. Keyin mana Crosslam chashkasini o'tirib qo'ygan. Biz qo'yib berayotgan chashkamiz. Bu chashkani ustiga mana bunaqa narsa kiyib qo'yishibdi. Buni kiyishni maslahat bermaymiz, bo'lmaydi bu. O'rniga yo yangi chashka qo'yinglar yoki mana bunaqa usulli restavratsiya chashka qo'yinglar. Xo'sh, oldida qilib berayotgan ishlarimizdan yana sandiq bloklarni alishib beramiz. O'ziniga ko'rayotgan bo'lsanglar, orasi ochuvli bo'ladi. Biz bularga splashnoy to'la Devo emblemalidan qo'yib beramiz. Keyin oldida hardron kalotga qo'yib beramiz. Bu ham Xitoy kalotga qo'yib qo'yilgan. Shuna hisobiga tormoz bossalar, g'ortillab ovoz beryapti. O'zi yangi kalotga ko'rayotgan bo'lsanglar, yangi kalotga g'irtillab ovoz beryapti. Sifatli kalotga qo'ysanglar, Aponi diski ham uzoqqa yetib boradi. O'zini Aponi diskasini ko'rasizlar, iz qilib tashlagan. Xudo xolasa, ishlarni chiroyli qilib beramiz. Mashina yumshoq bo'ladi. Shunaqa xizmat uchun bemalol kelsanglar bo'ladi. Taslimlarni qoldiramiz.